Ustoz sochingiz qanaqa qolamiz endi? Soch o'sib ketdi Diyorbek, 10-15 kun o'tib ketdi o'zini vaqtida. To'g'risini aytsam, ozgina suvda qiynalyapman. Kaltaroq bu narsa qilib berasiz endi yarashadigan qilib, buni imij o'zgartiramiz. O'zi sizga klassik soch yarashadi. Sochlaringiz o'sib ketganiga orqalari, o'rama qismlaringiz pachoqroq ko'ringan. Shunga teylardan kaltaroq qilib, yonlari ham ishib ketganiga oqartirmasdan kaltaroq qilib chiqaramiz. Shunga nima deysiz? Mayli, yo'llarni kaltaroq qiling, mana shu yoni ham haqiqatda aytganingizdek ishiyapti. Sal uskiyroq ko'rsatib berasiz. Soqolni nima qilamiz? Soqolli yuzingiz dumaloqligiga yonlarini kaltaroq qilib, teylarini qirraliroq qilib chiqaramiz. Shunda yuzingiz cho'zinchoqroq bo'lib ko'rinadi. Bo'ldi. Cho'lkani nima qilamiz oldin? Cho'lkani kaltaroq qilib, taralmaydigan stil qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Yarashadimi? Pastga tushirsam? Siz menga ishoning, albatta yarashadi. Bo'ldi, sizga ishondim. Agar o'zgarishga tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Boshladik. Qalay bo'ldi ustoz? Gap bo'lish mumkin emas Diyorbek, qo'lingiz dard ko'rmasin. Va shu boshim yengil bo'lib qoldi, rahmat. Yoqdimi o'zingizga? Конечно yoqdi. Bir 2-3 marta mana shu stilni xudo xolisa qilib berasiz. Keyin bir sentyabr o'rtalari, oktyabr boshlaridan sekin yana eski stilga qaytarib berasiz. Bo'pti? Bo'ldi, gap bo'lish mumkin emas. Yoqqan bo'lsa xursandman. Rahmat, salomat bo'ling. Qo'lingiz dard ko'rmasin.